Yoshlarni zamonaviy kasb-hunarlarga yo'naltirish, ularning bandligini ta'minlash va kelajakka ishonch bilan qadam qo'yishi uchun mustahkam zamin yaratish bugungi kunning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Shu maqsadda Namangan shahar 1-son texnikumida mutaxassislik sening kelajaging shiori ostida ochiq eshiklar kuni tadbiri tashkil etildi. Mazkur tadbirda umumta'lim maktablarining 9-sinf bitiruvchilari, ularning ustozlari ishtirok etishdi. Tadbir avvalida o'quvchilarga texnikum faoliyati, ta'lim yo'nalishlari va yaratilgan shart-sharoitlar haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Shundan so'ng ishtirokchilar o'quv binolari, amaliy mashg'ulot xonalari va ishlab chiqarish ustaxonalari bilan tanishdilar. Xususan tikuvchilik yo'nalishida tahsil olayotgan o'quvchilar zamonaviy tikuv mashinalarida libos tikish jarayonlarini namoyish etdilar. Yosh dizaynerlar tomonidan tayyorlangan libos namunalari yig'ilganlarda katta qiziqish uyg'otdi. Payvandlash ustaxonasida esa o'quvchilar metall konstruksiyalarni birlashtirish, xavfsizlik qoidalariga rioya qilgan holda ishlash jarayonlarini amaliy ko'rsatib berdilar. Bu yo'nalish mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasblardan biri ekani alohida ta'kidlandi. Biz bugun 7-maktab tomonidan 1-texnikumga tashrif buyurdik va bu tashrif davomida ochiq eshiklar kuni munosabati bilan o'zimiz qiziqqan sohalar bo'yicha ma'lumot oldik va bizga hamma o'zimiz qiziqqan sohalarni tanishtirishdi. Men maktabni bitirgach axborot texnologiyalari yo'nalishiga topshirishga qaror qildim. Men Namangan shahar 40-umum o'rta ta'lim maktabining o'quvchisiman. 1-sonli texnikumga tashrif buyurdik. Bu yerga kelishimdan maqsad 9-sinfni bitirib, turli xil ta'lim yo'nalishlariga o'qishga topshirish. Men tikuvchilik yo'nalishiga o'qishga topshirishga qaror qildim. Oshpazlik, qandolatchilik yo'nalishlarida tahsil olayotgan yoshlar tomonidan tayyorlangan milliy va zamonaviy taomlar, shirinliklar namoyish etildi. Mehmonlar tayyorlash jarayoni bilan yaqindan tanishib, ushbu kasbning o'ziga xos jihatlari haqida ma'lumotlar oldilar. Oshpaz va qandolat sohasida o'qiyman. Ko'p narsalarni o'rgandim. Yevropa taomlar, milliy taomlar, O'rta Osiyo taomlarini o'rganib boryapman. Xonandalarga taqdim etilish sirlarini, mazali taomlarni tayyorlashni o'rganyapman. Haftada bir marta amaliyot qilamiz va 5 kun o'qiymiz. Zargarlik yo'nalishida esa dars jarayonlari asosan amaliy tarzda o'tilishi maktab o'quvchilarida juda katta qiziqish uyg'otdi. Bu esa ularning nafaqat kasbiy, balki ijodiy qobiliyatlari ham rivojlanayotganini namoyon etadi. Hozirgi kunda 30 dan oshiq shogirdlarimiz zargarlik sir asrorlarini o'rgatyapmiz. 70% amaliy, 30% nazariy darslarni o'tiladi texnikumda. Zamonaviy uskunalarni olib keltirilgan hozir. Amaliyot darslarini o'shalarda dars o'tishyapti, o'rgatyapmiz. O'zlari yasagan narsalarni sotish ishlarini ham o'rgatyapmiz. Bitirgan yoshlarimiz zavodlarga ishga kirishyapti. O'z tadbirkorlik faoliyatlarini boshlab, ko'pchiliklari daromadga kirish shogirdlar. Ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda texnikumda 1608 nafar o'quvchi ta'lim olmoqda. Shundan 649 nafari bitiruvchi bosqichda. Ta'lim jarayonlari 8 ta yo'nalish bo'yicha tashkil etilgan bo'lib, nazariy bilimlar amaliyot bilan uyg'unlashgan holda olib borilmoqda. Ayniqsa, dual ta'lim tizimi samarali yo'lga qo'yilgan. Ushbu tizim asosida o'quvchilar o'qish bilan bir vaqtda ishlab chiqarish korxonalarida amaliyot o'tab, haqiqiy ish muhitida tajriba orttirmoqdalar. Bu esa ularning kelgusida ish bilan ta'minlanish imkoniyatini yanada oshirmoqda. 2024-2025 o'quv yili yakuniga ko'ra 349 nafar o'quvchi texnikumni muvaffaqiyatli tamomladi. Ularning 252 nafari amaliyot o'tagan korxonalarga ishga qabul qilingan. 54 nafari boshqa tashkilotlarga ishga joylashgan. 40 nafari esa oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirgan. Ishlar kuni bo'lib o'tdi. Bu tadbirimizga hududimizdagi barcha maktab 9-sinf bitiruvchilarini taklif qilganmiz. Kelib, mana shu joydagi har bir yo'nalish bo'yicha tashkil qilingan ustaxonalarimiz bilan yaqindan tanishishdi. Kelgusida mana shu bitiruvchilar shu joyda o'qishlarini davom ettirsa, biz bundan xursand bo'lar edik. Dual ta'limga juda ham katta e'tibor qaratilgan. Bu Germaniya metodikasi bo'lib, hozirgi kunda o'sha dual ta'limda o'qiyotgan o'quvchilarimizga stipendiya joriy etildi. 3 ta yangi yo'nalishni ochganmiz. Bular zargarlik, elektromontor hamda istirohat bog'i va landshaft qurilishi yo'nalishlari yangi soha bo'lib kirib keldi. 11-sinf bitiruvchilarimizni esa bu yildan 5 ta yo'nalish bo'yicha qabul qilishni boshladik. Bu yo'nalishlarimiz buxgalteriya hisobi va audit, axborot xavfsizligi, sanoat mexaniki hamda aholi va turistlarni ovqatlanishni tashkil etish servisi yo'nalishlarini ochdik. Bundan asosiy maqsad kelajakda o'z o'rnlarini topishlariga ko'maklashish. Shuningdek, 2026-2027 o'quv yili uchun qabul rejalari haqida ma'lumot berildi. Jumladan,
9-sinf bitiruvchilari uchun 10 ta yo'nalish bo'yicha qabul amalga oshirilishi rejalashtirilgan. 11-sinf bitiruvchilari uchun esa 5 ta yo'nalish bo'yicha dual ta'lim asosida qabul tashkil etiladi. Tadbir yakunida texnikum o'quvchilari tomonidan tikilgan liboslar namoyishi o'tkazildi. Bunday ochiq eshiklar kuni yoshlarning kelajak kasbini ongli ravishda tanlashi, o'z qobiliyati va qiziqishlaridan kelib chiqqan holda to'g'ri qaror qabul qilishida muhim ahamiyat kasb etmoqda.